Hammaga xayrli kun qizlar. Va nihoyat shu kutayotgan kokteylimni ichaman bugun. Завтракка. Nimaga bu safar bunaqa shtuchni etdim, bunaqa banka emas. Bilasizlar? Hozir sababini aytaman. Bu men bankalarimda qolmagan, skinnasidan qolgan ikki xil fukusdagi. Men bu juda ham удобный ekan. Например, do'konga borsam ham ichishim kerak bo'lsa, mana bitta shtukasini olaman-da, shu kirim bilan borib ichib yuraman. Любой joyga, ishgami, o'qishgami olsanglar yoningizda saboy zo'r ekan. Bunga qaraganda kaloriyasi yana ham past ekan. Bu 200 bo'lsa, bu 180 ekan. O'shaning uchun fukuslari ham zo'r chiqqan dedilar. Hozir endi ichib ko'ramiz. Xatana bu hozir chernichniy yogurt qizlar. Mazasi menda shokoladligi ham bor. Albatta shokoladligini ichib ko'raman.